ishonmaydi. Bu kesinchi keyin ishonaman. Qara. Yo'qmagan odamga jo'natasan, tushundingmi? Yangisi. Voy canım. Sardor girpasiga tasha, Sardor girpasiga tasha. Girpaga tasha. Yirmi olasiz o. Ha? Mana shuni yirmi shu videoda olasiz o o'zingiznikini. Yo, uni olish bunaqa bo'ldi. Hozir boshqa narsa tashimasang. O'shandan keyin ana bittasi menga hozir bitta qiz yozdi. Hozirgi holatini tasha menga deb yozdi, tanish. Men aytdim, "Bilat, boray, dina qo'y" dedim. Endi majlisga urdi, onangizga mana deb tashavordim. Bunisini ko'r. Boshqa bu nima emas. Akalar TikTok mana shunaqa narsada, qarang. Mana qari cholmi, yoshmi, qizig'i yo'q. Aktivi ko'tarilgan odamga sevgi izhor qiladigan qiz ko'payadi. Zikin dahoya qiziqadi-da. Shunasimi yosh qizlar ham. Ana shuning uchun bu Dalboyev yechinganda, mana o'zinikini tashlayapti menga. Voy bala. Hozir meni ovoz chiqib ketadi-yu. Emas, muzika xorazmcha. Unaqa yomon joyi, men u senga ana orasida baqirib yuboradigan videolar yo'qmanda, men sразу aytib qilaman uni. Birov men o'zim profilim blok bo'lib ketadi axir. Voy bala. Sami aka, qalaysiz? Nari birinchisini yomon ko'rgan odamimga jo'nataman. Ikkinchisini yaxshi ko'rgan qizimga jo'nataman, no? Ana men to'lkanga jo'nat, to'lkanga. Mana qara. Yomon Sami aka rahmat. Ana yomon ko'rasa jahling chiqazadi-yu. Mana senga zekti qo'taqa og'zingga kirsin sana deb jo'natib yubor. Akalar 30 sekundga bitta like urib beringlar. Keyin mayli suv ko'rasizlar. Go. Ponchik. Bila 5xlar ketdi. Hamma birdaniga 30 sekund like urib beringlar, iltimos. Maylimi? 30 sekund. Hozir ham qo'yardan qo'ymay ikkita 3 qiz. Zekaga tashang, ko'ringlik, zekaga tashang deverdi. Tasha berdim. Keyin bu yoqda bolalar yozdi. Tashanga biz ham ko'raylik. Men aytdim, "Qo'y, nima qilasan ko'rib" dedim. Yo'q dedim. Onasini skiy dedi, uyquni qochirib yubordingiz. Nima bu dedi. Yirmi uni yechib olib ushlab rasm ko'rganingiz, video ko'rganingiz qarang undan. U nima qo'ymadi-da anu qiz. Hozir dalli moment nima eni? Menga tashagin kerak bo'lib turibdi deb. Men aytdim, bilat" dedim. Mana boshda ikkinchi tashaganim ko'rib o'tirdim. Ikkinchi tashaganimni. Ekranga like bosing. Keyin qarab o'tirdim, hozirgi holatingni tashagin dedi. Men aytdim, "Onangni sikiysan" dedim, bilat. Mana naxoy dedim. Mana shu yerda eshitib turgan bo'lsa o'ziga ham aytaman, qolganlarga ham aytaman. Menga na zika aql o'rgatgan yo'q, na ona sherdi gapiga kirgan yo'qman, na uni dushmanlari bilan ish qilgan yo'qman. Men o'zim yo'limda o'zim ketyapman. Yana aytyapman, men unga chiroyli qilib aytdim. Uzuringni so'rab, meni nomimni to'g'rilab qo'ysang, to'g'rilab qo'y dedim. Bo'lmasa xafa bo'lma, xafa bo'lish yo'q dedim. U menga deriskalik qilib nima dedi? Men buni olishma dedi. Meni odamim aktivim ko'p dedi. Men luboy mavzu bilan seni ezib o'taman hoji dedi. Meni gapimga kiradi odamlar dedi. Так что o'zingizni yaqin og'ayingiz ustingizdan ariza qilsa keyin tushunasizlar. O'zi to'xtatmadi. Men chimo bo'lib qolavermayman bu yerda, mol emasman bilan. Shuncha payt ko'ngilchilik qildim bilan. Bitta video chiqarib o'zini foydasiga qilib qo'yibdi bilan.
Ana shuning uchun men mana videoni qildim. Lekin Aziz bir umr ukam bo'lib qoladi. Bir umr. Bilaman, men bilan gaplashmaydi bundan keyin, chunki Sardor gaplashtirmaydi. Aziz majbur men bilan salom alaykum to'xtatadi. Chunki boshqa varianti ham yo'q. Ana shuning uchun, lekin uzoqdan bo'lsa ham Aziz meni qadrdonim bo'lib qoladi umrim oxirigacha. Men fitna qiladigan bola emasman. Ekranga like urib turgan 27 ta odam ko'rib turibman. Joninglar omon bo'lsin, boringlarga shukr. Tayyomlarmi? 3 ta gul akalar. Mullaga Adil aka, assalomu alaykum. Men xudoga soldim prosta. Yatta gul. Adil nomerni yozib qo'y aka. Adil! Bildingmi sen? Aka kim? Nurbekga farqi yo'q. Nurbekga qattiq qonni to'sib yuraveradi. Nurbekni kim boqsa ushlab yuraveradi Nurbek. Adil tog'a. Bir-birdan nom berib bersa sizniki ham yuraveradi. Faqat unga ish qildirmaysiz. Yotsa bo'ldi u. Yotsa bo'ldi. Atrofini musor qilib yashayveradi u. Atrofida hech narsasini ham tozalamaydi. Yozib qo'y Adil tog'a. Saran tutib aka. Alaykum salom. O'shanga Azizga aytyapman. Zikto'va. Kelishingda deyapman. Shimlaringni qoqib, anaqa qilib kelgin. Tanga-manga chiqib qolmasin. Yaxshilab tuzlardan o'tib kelgin deyapman. Bilib bo'lmaydi-da. Akam deganni ko'tiga sikkan bilan do'stim deganni sikmaydi. 10 ming odamni ushlab turish uchun mavzu bo'lish uchun luboyni yoradi. Men zikga maqtamayman, zik ham ko'tvatchi. Bilaman, u ham ko'tvatchi, temachi. Lekin men haligi nima deydi, vaziyatdan foydalanib olib, dushmanlarim bilan birga ish qilmayman. Mana o'zimning fikrim, Xudoyim bo'ldi. Tamom. Men o'ylamasin. Mendan uzoq Allohga yaqin bo'lsin, bo'ldi. Lekin ko'chani erkagiman deb yurgan odam, mana bu yerda mujid yo'qlagan odam, og'aynisini ustidan 102 qilib ariza qilganini hech kutmagan edim. Kutamidingmi? Hozir opangni sikamasan, opachini-da, opangni sikizani bir opachi. Sen opachini hozir seni sikib o'ldiramasan opachini-da. Sen g'ardan bu opachini. Opangni sikin seni boqqingdan dori ishimamsa itemganni. Opangni bir göttinan sikizan harammi. Ol opangga mo'y. Bor, hoji yonida o'tir, bor ashona. Bular Getdi buloqqa getdi, sen tomon o'tadi. Zek opachi deb yozilgan. Men rasman bilan. ha u anaqa yozyapti, nima yozyapti? Chiziqchami? Yozyapti. Ular bunaqa narsani? Chiziqchi. Men ham bilib turaman aka. Abi. Bo'pti, hoji bosur. Voy. Bo'pti aka. Hadi to'g'ri, umringiz uzoq bo'lsin aka. Dalboyevni qarang, Telegramdan menga fotoani rasmini tashlab berdi, videosini tashlab berdi. Aka, buni Duboy odati bor bular. TikTok mana shunaqa narsada Adil aka, aktivist ko'tarilib qolsa, yoshiga qaramaydi, qizga sevgi sor qilaveradi. Yechinganda qizlarga yechini video tashlaganda. Yomon ko'rgan odamga deb 6-marta tashlayapti menga buni. Bu ham erim men vannaga kirib olib, shimni yechib, ushlab internet shunaqa narsada aka, aktiv puli borga, mana donatga sizlarga, keyin aktivi kuchli odamga qizlar yozaveradi. O'raganda bir ikkitasini, tashlagan videoni. Garingda. Jalbari bu ekan bor.
Zük. Tupoy. Hop katta odam, 45 ga kirgan odam. Yechim vali bilan tishlarini yechib shu ishlagani var. Shuning uchun bu yerda u qiz bilan bu qiz bilan biror narsa gaplashsalik, sevgilisi ekan, sevishyapti ekan degani emas. Men aka o'zbek qizlarga yaqinlashmayman. Adil aka, mana umrimda men chimildiq ham ko'rmaganman, O'zbekistonda uylanmaganman ham, uylanib ham ko'rmaganman, o'zbek qiz bilan yashab ham ko'rmaganman, yurib ham ko'rmaganman aka. Men yaqinlashmayman-da. Odamlar meni bamli qilib mana bitta billa tushgan videolarimdan fikr qildiradi, xolos. Nurbek alaykum salom, rahmat. Aka, butun temaga chiqarib beradi, bor. Juda ehtiyotkor bo'lmasangiz, o'zbek qiz chataq. Bittasi bilan birga o'tib qo'ying, ertaga butun dugonalari, xolalarini qizlari, ammalarini qizlari hammasi gaplashadi. Ana hoji bor deydi. Bir marta qilib ikkisiga uxlab qoldi deydi. Bunaqa ekan, unaqa. On yotoqda yotib beradi. O'shaning uchun bular bilan faqat video tushasiz, qochasiz. Buni ham iltimos qilasiz-da, men mayliman mumkin. O'zbek qiz bo'lmaydi aka. Niday baq urushib qolsangiz, Adil urushib qolsangiz, Adil devorda ichidagi narsani mana qilmaydi. Turkiyada ayami qo'lida hamma o'zbek qizlar jalabga qo'yibdi deydi. Ayazamiga o'tishsin. Yoshlarni bizibdi-da. Mana shu jalabli qilib yuribdi deganlarga bitta gapim bor-da. Qarang, o'sha qizlar jalabli qilib bo'lsa ham bor-ku, eri sikib tug'dirib tashab ketgan ikkita bolaga uy quryapti. O'sha qizlar jalabli qilsa ham bor-ku, tagiga mashina minyapti. Domlarni sentrlardan olyapti. Asan tovarlar nima qilyapsan? O'rtag'ingdan 200 ming qarz olib, megabayt olib, mana bu yerda g'iybat qilib yuribsan. Talab bo'lsa ham uy-joyini quryapti, ko'chada yashamayapti. Bitta erkakga kirib olmayapti mana. Eng to'g'risi bitta erkakga kirib olmayapti. Hozir qizlarga kirib oladigan ayollar ko'payib ketdi. Ay, men siqmayman, naslinam yo'q. Sanga o'xshabmi deydi? Yo'q, men onam uyda yashayman-ku. Endi shunaqa bir ikki xonasi uy bor qizni qidiryapman. Charchadim to'g'risi. Bundan keyin internetlarni yig'ishtirib, tavba qilgan bo'lsa ham bir ikki xonasi uy bor qiz bo'lsa, kirib ketib yashamoqchiman endi. Shuni plan qilyapman. Hamma shuna qilyapti-yu, men ham qilib ko'raveraychi. Faqat ikki xona bo'lsin. 3 xona, 4 xona bo'lmasin. Chunki 3 xona, 4 xona bo'lsa, uyni supurib tozalagani, kirlarni yuvib, yig'ishtirib, hamma joyda pilisos qilib, kechqurun xotin kelganda charchab uxlab qolaman. Keyin u ham aytadi, "Ko't" deydi, "Men ham birovni bolasi, men orzu havasim bor" deydi. "Yotasan men bilan yo'qmi" deydi. Yaramay qolishi mumkin. Ikki xona bo'lsa, ham uy ishlariga, ham bolalarga, ham ovqatga, ham xotinga qaragani vaqtim bo'ladi. Ulguraman. To'g'risida Batochilar chaqiraylik aka.
Hemen çıkarttı şeyi. O da tamam şatta yok. Keling bor. Bo'ldi, boraman. Ne qochib ketding boya? Mazza sizga mazzada hoji. Nimaga? Dubaylarda yuribsiz. Men chegaradan chiqmaganman. Meni ham bir chegaradan chiqaringlar. Men Dubayda emasman, mahalladaman, uydaman. Ona mashina, uydaman. Men ham shu Turkiya, Dubaylar qachon ko'rar ekanman ha? Birorta shayx qo'tag'ini 2 marta so'raver. Yo, 2 Hayotda marta. boshqa. Hozir qisib o'tiring, asabni o'ynamang. Hozir meni bilasiz. Hech kim bilmasa ham siz bilasiz meni. Meni bilasiz. Qisib o'tiring, Bilaman. asabni. Bilaman, sabr alayhissalom. Endi maslahat beryapman-da, yana o'ylab ko'r deyapman. Yo'q, u maslahatlaringizni bermang. Men 8-sinf qiz emasman, u maslahatlaringizni oladigan. O'zingizni lab pishirgan, kut pishirganlarga aytsangiz bo'ladi, yarashadi ular. Manda sandaqa somsa yo'q jinni, sen bitta san xolos tanishim. Savdolar. Bilasiz. Mani tanishlarimdan bitta san somsa xolos. Qolgani hammasi oilali, oliy ma'lumotli, diplomli qizlar. Bayram rahmat. Sen bosam do'stlar ekran. Hamma ekran. Sardor chaqiryapti dedi. Ayeni yerga ber Sardorga. Dadam chaqiryapti, yurasan. TikTokda nima maqsadda ochgansan? It bo'lish uchun ochganmisan? Uka, TikTokda nima maqsadda ochgansan? It bo'lish uchun ochganmisan? Kallingga qo'tag'im. Kim chaqirib kelsa yugurib ketaverasanmi? Itvachcha bo'lib. Kuchli bo'lish uchun ochganmisan TikTokda? Aqli bo'lsa telefon qilsa, mana nomerim. Itvachcha, sal odam bo'l, erkak bo'l. Bor yugur, chaqirib kelsa yuguraverma. Akalar, opalar. Men juda yaxshi bilaman. U efirdan bu efirga gap toshib, provokatsiya o'ynab, mavzu qildirishlarini ham juda yaxshi bilaman, ko'pchilikni ham. Do'stlarimiz soni mana shu yerdan bilinaveradi. 9 ta 10 ta odam ekranga like ko'rib turibdimi? Bo'ldi, bular meni do'stim. Qolgani temachilar bo'ladi. Adam baqa gap sudrab yurishini ham bilaman. Men bu yerga tema qilish uchun efir ochmayman. Men mavzuni yopganman. Mendan uzrini so'raydi, u o'z yo'lidan o'zi ketadi. Meni nomimni oqlab qo'ysa qildi. Bo'lmasa dalsh ketaman. Boshqa tushunmayman. Men birovning gapiga kirib, birovning gapiga ishonib yuradigan bola emasman. Rizqimni bergan Xudo. Kimdir hurmat qilsa like bosadi, kimdir hurmat qilsa padarka otadi. Bo'ldi. Xorazmga qachon kelasiz? Men soxtako'llar oldiga bormayman. Meni bugungacha ayollar ham, erkaklar ham mehmon qilyapti. Lubojoda, mana Buxoroda ham. Ayniqsa Buxoro, Samarqand, Navoiy, Andijonda qizlar ham mushik aka mehmon qilaman degan joyga bitta qiladi. Aka keladigan joyga keladi. Unaqa qachon kelasiz deb efirimda gapirib, bir kun borib, 2 kun yo'q, unaqa insonlar o'zini mehmon qilib yuraversin, joni sog' bo'lsin. Bugundan keyin men borib inson zotiga ishonmayman, inson zotiga. Men xiyonatni har rangini ko'rdim. Eski dadang ko'tarmagan hayotda men seni qo'taqa ko'taraman. Ernaxo'y kerak. Ularni begona qanday otalik qiladi? Efirim qotyaptimi akalar? Efir qotyapti. Qotyapsiz, shu qotyapsiz. Efir qotyapti meniki. Meni efirim qotyaptimi? Qayerda?
Mani efrim qotyapti. Qirg'izistonga ketasiz. Bo'ldi, samolyotga bilet olib bering. Siz hoji qotyapsiz. Плохо. Akali mani efrim qotyapti. Nega gapirmaylar? Ixtiyor. O'sha bilib turibman, bilib turibman. Bigoga bormisiz? Bigoga. Bilib turibman. Xorazmliklar mehmon qilishini ko'ring olding. Dila ezmalanma bilan, so'kaman bilan diling og'riydi. Bu yerda viloyat to'g'risida gap ketmayapti, inson to'g'risida gap ketyapti. Qachon bu yerda bilan viloyat talbayob bilan. Hamma ekranni bosgan Shahnoz Qadiriy Toshkentda yashaymiz. Ya nimadir deyapti menga. O'chirib yoqing hoji. O'chirib yoqing. Men nima o'chirib yoqaman, garim. Hoji aka ham keldilar. Assalomu alaykum hoji aka. Bayramlaringiz bilan. Rahmat. Bormaylar. Salomat bo'ling. Qo'l ko'tarishdan o'ynaysizlarmi? Ya bular hamma narsadan o'ynaydi bular. Hoji aka qo'l ko'tarishdan Chingiz sekin hamma shartdan o'ynaydiganlarni oxiri qo'l ko'tarishga o'tkazar ekanda mana. Qo'l ko'tarishdan. Biza o'ta yomon bilan. Man qo'l ko'tarishni ko'tiga siqqan. Jannatim sunnat. Men so'kinasan, jannatim ukam. Men so'kinasan. Chiroyli o'tirgin. Man qo'l ko'tarishdan o'yin qilmayman. Kostyumasini. Kecha keyin nimani ko'tarsak ko'tarib olarmiz. Jimshini. Qo'l ko'tarishdan jimshini, tamom. Voy chaka qaltishib. Bo'lsin. Voy chaka qaltishib. hamma like bossin o'rtoqlar. Voy Chuk chaka so'g'an. Xuli. Bos. Mana, qo'linglar ko'taringlar, 500 bo'ldi, ko'taringlar. 500 bo'ldi, ko'taringlar. Yo-mayo, ko'taringlar. Ko'taring. Hoji akamiz, hoji aka. Ko'taringlar qo'yinglarni. Ko'taringlar. Hoji aka ko'taring qo'lingizni. Hoji aka nima bilan qotib qoldi? Menda hech kim yo'qmi? Qo'lingizni. Otaman. Ko'taring qo'lingizni hoji akasi. Voy, uringlar kim bor? Ko'taring. Otaman. Hoji Bizda akam yo'qmi? Adil akam qani? Odil tog'am chaqirmaydi mana shunaqa. Bal orasini ochib ko'taring, orasini oching. Balang ko'taring, orasini oching. Siz ham ko'taring. Yo, chingsi. Voy. Qo'ling ko'taringizni. Qo'ling. Orqaga yo'qman aka. Odil akam qani? Bir laykni ham 10 ta odam bosyapti xalosda. Spisanni. Вообще bosmayapman, tarafdagilar ham bor. Bosmayapti ham 10 ta odam bosib turibdi xolos. Orasini ochib ko'taringlarmi? Blokka tiqaman men, qo'limni tushirib olay. Kim xafa qilyapti? Voy yozishdi. Hoji aka, qo'lingizni ko'taring aka. Mana Chingizim mana. Jannatim ko'tarib turibman. Jannatingiz ko'tar qo'lingizni. So'kinma bilan. Men erkak kelmayapti menga borib. Menga faqat ayol o'tiribdimi? Orasini ochib ko'taringlar, iltimos orasini ochinglar. Bunday ushlamanglar. Mana bunday ushlaman, orasini oching. Nigoraxon orasini oching. Undami? Yo'qda, bunday orasini oching. Qo'lingizni suymasin. Igor, Men sharpayib ketmagan.
Nigo. qo'l ko'tarib o'ynaydigan qizlarga rahmim keldi. Og'rir ekan qo'li. Nigo. Boriydi. Og'rir ekan. Qo'lingizga tegmasin, Nigoraxon, ha? Mana shu. Nigo. Haqiqatdan yomon og'rir ekan akalar. Boryapti, ha. 3 kun og'riydi, keyin bir kichik. Bosing. Chataga. Ya Odil akam ketib qoldi, olib berardi. Tamam. Hozir bizga ham keladi-yu, chingizdagi ko'rasiz ham. Orasini ochib o'tasiz. Ina iso damshi, ina ka choy jijisha choy ka kalon. Gap, Mo'jiza bo'lsin. gapni qilmang, tomosha qiling. Olaylik. Bosing. Bosinglar, yuzam bo'lolmayapmiz. Voy, Yana qo'lingizga qarang. Qo'lingizga tegmasin, orasini oching. Otamanlik, ota ketadi, hazillashmayman bilan. Ota olaman. Biladi, ani sikishib turganda vaqt bir o'tib ketadi. Mana bunaqa paytda vaqt o'tmayapti. Mana ko'tarib turgan chingiz bilan. Keyingi avtomatda kunash va gova sho'nami avtomat? Toshkent. Bu miltik. Obijon aka. Assalomu alaykum, xayrlaringiz bilan. Men bularni qo'lni ko'tarib qo'ygan. Endi urmay qo'yaversan oxirgi daqiqada. Boshida urish kerak edi. Urmanglar. Urmanglar, keyingi raund, urmanglar. Tamam. Bular. Orasini ochinglar. O'shancha soatli emas, kunlik olish kerak. Endi men qayerdan bilay, bu yerga soatli kiraman-da ko'pi. Ani aka erim ishdan kelgunchalik keladi-da. Oridi mani. Hozirgi erim ishdan kelguncha shuni soatli olib ketadi deydi. O'shancha soatli oladi. Siz aka shoshmay turing. Uch mol emas. Qo'cha ketigi qolmayapti. Va shu chingizni avtomatini sindiraylik boru. Tushadi. Mana shunday qo'ylarni ko'tartiraman. Tayyormisizlar? Ikkinchi raundga. Sразу bizlarni qo'l ko'tarib turyapti yana. Og'alar, shunday battle bosganman. 77 ta odam поддержка qilinglar ayol kishini. Xolos mani. Bitta ayol kishi manman, erkak bormi o'zi? Ana bu lekin gapga qattiq deydi. Bosinglar endi. Bosinglar. Dushmanlar o'tiribdimi menda? 15 sekund turib beringlar mana 15 sekund. Birdaniga hamma 15 sekund turib beringlar. Bo'ldi. Ta-ta-ta 15 sekund. Ko'taring qo'lingizni, hazillashganim yo'q, hazillashganim yo'q. Haqqa ko'taramiz. 15 sekund. Ko'taring, ko'taring. Aka ko'taringlar. 500 bo'ldingmi? Nima bo'ldingiz? Ko'tarib qo'ying. Ko'taring. Ular qani bir pulyot bilan o'taylik bilatingiz sani ham. Qani o'zi avtomat, rahmat ko'taring. Avtomat qani. Bunaqa paytda qiz qutqaradi. Orasini ochib ko'taring. Bunaqa paytda qiz qutqaradi. Dushmanlarning ichidan qiz qutqaradi. Qizni luboy payt Rahmat orqasiga obijoniki. Hojika akalarni chaqiring. Naryadni chaqiring, hojika naryadni. Naryatimi Sardor olib ketdi. O'zini donatlarni yig'ishtirib oldi, bo'ldi. Ay o'g'il. Yo, yaxshi Oldi, odam xolos bor. mana. Bizlarni xo'rlaydi bular hozir. Akalarini bir balo qilib lichkasigacha kirib o'rab tortib oldi o'zi. Chingizni baqvat qo'llari. Mushik. Aka bishingizni kerak. 5x ga kiramiz. Kim bor? Akalar. Jannatim, siz ko'tarmaysizmi? Do'stim. Umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi bo'lasiz. Jannatim. Kecha Samarqanddan siz topolmay keldim. Yagonam. Sani to'pirga podpiska bo'lib qo'yinglar. Kim bu aka? Oh, Nurta tog'a. Umringiz uzoq bo'lsin. Nurta tog'a. Aka. Dunyo o'tirib ketibdi. Asla bo'yda tegami-na? Ha, qo'llaringiz mendan qos. Ha? Yo'q. Ko'rasiz, hojika. Yo'q. Sunnat Hojika chingizni pistolet yo'qmi, bu narsa yo'qmi?
Chingizni bitta qo'li sunnatdan semiz ekan, ne? Ana o'z Istanbul og'amiz bor, Chingizni shunga o'xshataman, mana bo'yini, g'o'dasini. U ham yosh bolada o'z Istanbul ham. Yo'q, yosh bolaga 92 yil o'xshamaydi. bo'ladi, 92-yilda o'z Istanbul. Yosh bola, yosh. Kichkina demang bizni. Chingiz ham 90 mi shunaqa. Lekin bo'yi 2.10 da o'z Istanbulda bo'yi. 2.10. Bizni kunjalaxonani O'tayoman, ko'tar aravangni. Qachongacha seni boqamanman, ko'tar. Sizga otalik qolibdi. Chingiz otalik qolibdi sunnat. Aftinga sikaman o'zi Chingiz, sen dinda kengash mana bu o'yiningni ko'tiga sikaman. Aka, Nursatova topdinglar, joningiz omon bo'lsa, rahmat. Ular Shunchalik qilib berdilar. yomon, qadechkalar chaqir. Familiyani o'zgartiribdi-da. Erimdan qadeshkani chaqirish bilaman, men yo'qni Like bosib turinglar, o'rtoqlar, like bosib. Mana shabo. Hamma jalabdan ko'nglim to'q, lekin o'ta yomondan qo'rqaman-da. Dahoyasini padrisak tashlaydi hozir. Hamma kelsa yorib tashlaydi hozir. Hamma jalabdan ko'nglim to'q, lekin o'ta yomon juda Kerak xavfli. bo'lmi dasta furor, dasta zam. Shuni padrisak tashlaydi. Choch tashlaydi. Jokillar kelaveradi hozir. Danki dasta furor hamda. O'g'lim, gaz. Abduqodir aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ekranga like urib turganlar. Ekranga like urib turganlar. Bittalar o'rab. 4 ta odam urib turibdi, Nurila boshqa Uzoqovchi. Ha, Chingiz aka. 13 ta odam like uryapti. 13 ta odam. Adolat qani? Haqqimni so'rayapman. Shunisiga shukur. Ana nuqta tog'am qani Nurila Uzoqov. Qalay bo'lar ekan? Osmonga qilib Qo'ydim aka. Qani orasida o'tiribdi. Mani qiynadinglar-yu. Oxirida bitta shilapa kiyaylik aka. Azana sarash badan ya. Jannat aka. Sarash badan, boshqa jijibini. Shilapa kiyaylik Nurila Uzoqovga. Hoji akam ham 2 ka bo'lib qopdilar-yu. Ha, bitta aka bor ekan Ammo chetda. inadingda hojiyabek duazor kiyading. Qatta urdi bitta aka. Bu istash payazor ini shunday qilsa. Qadanash ba keram bisese kumana xudo ku paya zo'razada. O'zbekcha gapiring, maxluq tushunmayapmiz biz. Biz Men so'kmayapmiz. o'zi kunashimni yo'q. Men o'zi yine ayakım bilan kunashimni yo'q tomosha qiling. Ayakım bilan o'zi kunashimni yo'q. Mana bu sizlarga to'g'ri. En tayyor. Sizga ham kuchli odamlar o'tiribdi, между прочим. Biza ham podarka mashina. Ishonaman mikrofon. Men o'zim Ular cho'ta ana Bizda ham uyg'on. yaxshi odamlar kelib qoldi, jannatim akalarim kelib qoldi. Eng Sizda ham to'g'ri. yaxshi insonlar bor. Tayyormi sizlar o'g'lar? O'taman bosmini. 500 sizlar momentalni 500. 500 demang. Bir kanimi bizani anaqamisan. O'zingizlarga qiyin bo'ladi. Otilib ketadi lekin, otilib ketadi. Akalar, bilan yorib tashlaymiz. Hamma birdan 15 sekund qilib beringlar bo'ldi. Akalar, 15 qanday sekund. bor? Birlashing. Bitta 15 sekund. Hujumga! Ko'ryapsizlar, nari tomonda hamma like uryapti. O'shaning uchun ham like bilan chiqib ketyapti mana. Hujumga! Taksotda odam like uringlar. Ikkingiz like uring. Yordam! Ko'taringlar. Baqish kerakmi deyman. Aka, Yeshba kelyapti. kuma ana mijozani yo'q. Akalar birlashing. Ko'taringlar. Yo'ba kuma ana Ko'taring. ana yeshba. Mikrofon. Orasini o'tay. Voy mana. Jijiyebi, jijiyeshba. Tarkin bular. Ta'tir beringlar, 2 ta'tir akalar. Nigor pochalarni chaqiring. Nimaga ayol kishi bo'lib tug'ilgansan? Ha, o'tding. Bor akalar, birlashinglar. O'g'lar iltimos. Ikkingizni qarang qotgan shu. Ha, hozir Katta qo'lidagina. Otilib ketadi, o'ynashmanglar. Hazlashganim yo'q, hazlashgan. Ha, zana tagon. Qo'linglarni ko'taringlar. Bilat yaxshi, oldimda Mana ham kuchli odamlar bor. joni sog' bo'lsan aka.
Joni sog' bo'lsin aka. Bizniki mayda Yana bitta akil yetib olmasin. Uzunlar O'g'iti yo'q. Boyaqti. Boyaqti, so'chishga ko'ram, yesha go'ydam. Opsioniki rahmat, kattakon rahmat. Zo'r tashak, bardorga kuni biyimga keramman. Aytdimi, padilista qildi, u keladi, padilista qilgan bo'lsa. Zanasha go'yda o'tayna, Rumiy Jonka. Jonka! Ha, Joker keldi. Joker kelgan bo'lsa tamom pishdi. Joker kelgan bo'lsa pishdi. Oh, nuqta to'g'ri. Aka. Go'y yo'q-ku. Aka, bitta qatiq qutqani. Zo'rasha go'moqi. O, Joker kelgan bo'lsa chataq. Bambet olib. Odam uryapti, akalar birlashinglar, marhamat qilinglar. O'zi ham 600 marta padilista qilding-a. Jokerni uyg'otib olib keldi joning sog'ligiga. Uyqusidan uyg'onib keldi. Ko'taring. Orasini oching-da, orasini oching. Rahmat. Mana. Orasini Ochinglar. yemxonani orasini oching, duz adushi. Orasini oching. Orasini jiyebim. Ne jiyet va muran jiyini chiqaron. Aka. Xaltedi. Mashinchalik ham rahmat. Otilib ketadi. Damsi chaka xaltedi. Chingiz. Chaka xaltedi miyonishi cho'tkun tamom. Mayak binam ki. Ha, cho'tkun miyonishi. Centrifugish. Centrifugacha cho'tku. Chaka xaltedi. Rahmat. Kutini gapiryapti, Nigor. Centrifuga degani kut tishiga. Chaka xaltedi. Ha. Kusi chaka xaltedi. Ular kutini, Yarim ne chiyasan? Nigor kutini ustida kulyapti. Chingiz cho'tkun uraya cho'tku, chaka xaltedi cho'tku, ma o'zi burida Bize mikan. shotabing, Shotashmaga yakkazam. Mana burida, shu boyaqtazan, yonchizan. Ayta shilapami pilapazan, pilapazan yakta. Ayta shilapami. Biroq qandoshlar akalar. Zo'ra shagom mana, zo'ra qashpa keram. Bin chaka xaltedi-ku, chaka xaltedi, bardor. Chaka xaltedi bardorga chindi. Chaka xaltedi. Bardorga. Ko'tarish-ku. azlashganimga otilib ketadi. Bekor so'kmayman. O ko'tarish-ku, oqi kunte. Bardorga. Oh, 5xga. O bardor. 5xga bitta udar. Bardor. 5xga kiraylik, akalar birlashinglar. Pardon. Ko'taringlar. Ko'tar. Otaman. Ko'tar qo'ling. Yakka bakiram, akalar ashchinja. Akalar. Qissa pagon. Azlashganim yo'q. Ne so'rayman? Azlashganim yo'q. Ha. Chaka xaltedi danisha. Chaka xaltedi danisha bintichiga. Chaka. Bo'ldi, urmang, bo'ldi, oxiri urmang. Bolalarni bosamiz a. Yaxshi, ana shu Nigor tarafda bitta jannati makon bor ekan, umr uzoq bo'lsin. Mamingtani 500 uringlar. Baraka topsinglar. Bitta o'zlari, Yo'q, bitta o'zlari harakat qilyaptilar. Lekin